Eronning yadro quroli bo'lishi kerak, dedi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko. Uning so'zlariga ko'ra, agar AQSh, Rossiya, Hindiston va Pokiston kabi davlatlarda yadro quroli bo'lsa, Eron ham o'z xavfsizligini ta'minlash uchun bunga haqli. Prezident agar adolati bo'lsa, demak unda butun dunyodagi yadro qurollarini yo'q qilaylik. Ammo yadro quroli davlatni hujumdan saqlaydigan omil bo'lsa, Eron ham bunga ega bo'lish huquqiga ega, dedi. Belarus rahbari Isroilni ham keskin tanqid qildi. U G'azoda minglab tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar halok bo'layotganini eslatib, Isroil siyosatini mutlaq ahmoqlik deb atadi. Ammo Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu mutlaqo boshqacha fikrda. Uning aytishicha, hayotidagi eng katta missiyasi Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. Netanyahu Isroil va AQShning Eron yadro dasturiga qarshi tarixdagi eng yirik havo operatsiyalaridan birini o'tkazganini va bu orqali mamlakatga tahdidni kamaytirganini ta'kidladi. Xullas, bir tomonda Eronning yadro quroliga ega bo'lish huquqini himoya qilayotgan Lukashenko, ikkinchi tomonda esa bunga qat'iyan qarshi bo'lgan Netanyahu. Siz esa fikringizni izohlarda yozib qoldiring.